Assalomu alaykum akalarim, ukalarim. Xudo xolasa mana qarshilarda bittasi labo, ikkinchisi mana tayyor. Esingizda bo'lsa, ushbu Kia Bongoni bittasini chiqarib yuborgandik, endi ikkinchisi xudo xolasa. Bu ham xuddi shu oldingidek variant qilib berilgan. Ko'rib turganingizdek, tashqarisi tentlik, orqasi darvoza. Tentlarimizga e'tibor qilamiz. Tentlarimizni tarangligi baraban bo'lib ketgan. Orqa tomonda mana ko'rinishlari, furnituralarimiz shu narigisiga o'xshagan Xitoydan qo'yib berilgan. Akamiz o'zlariga ma'qul bo'lganligi uchun mana hozir sizlarga ochilib yopilishini ko'rsatib o'taman. Buni ham o'zini qul kaltlari bo'ladi. Hozir sizlarga ochib ko'rsatamiz. Akalar mana ochganinglarda bitta katta bitta xona sizlarni kutib oladi. Obshubkasi keladigan bo'lsa, obshubkasi oldi, ikki yoni va pol qismlari 6 mm lik pressovniy birinchi sort rossiyskiy faner bo'ladi va patologi eshigini ichkari qismi 4 mm lik bo'ladi. Germetikalarga e'tibor qilinglar. Eng nozik jihatlari shunda. Germetikalari mana bir tekisda qilib chiroyli qilib bitta liniya qilib tortib berilgan, akalar. Samarezlari ham har bittasi o'zini o'rnida. Ortiqcha narsa yo'q. Orqa tomoniga mana akamizning xohishlariga binoan bamperlarni qilib berganmiz. Stenasi qalin profillar qo'yib. Bu yoq tomonda mana ko'rinishlari. Aka, buni balandligi necha deydigan bo'lsanglar, buni balandligi polidan tomigacha 1.85 qilib berganmiz. Mana oldi tomondan ko'rinishlari. Choklarga e'tibor qilamiz, akalar. Choklari nima deyapti mana? Bir tekisda liniya qilingan. Bu ushbu ipimiz, ya'ni choklari damgarchilikka, sovuq kunlarga chidamli bo'lgan, chirimaydigan yaxshi iplardan tikib taqib qo'yib berganmiz. Remellarimiz nima deyapti? Tarangligini qaranglar, akalar. Yonida kalsiolar, zavodskiy kalsio bo'ladi. Hozir sizlarga yana bitta orqa tomonini yopib ko'rsatib beraman. Hayotgancha mana bu mana o'zini shu orqadagi kaliti bo'ladi. Agar ichida yuk qoldirishga to'g'ri keladigan bo'lsa, quplab qo'ysanglar, bexavotir kuylarni o'z manziliga yetkazib olib borasizlar.